Hoffman kir mashinasini 12 kiloligi $510 turar ekan. Полный full наворотda. Boshqa brendlarda sal qimmatroq ekan. Men sizlarga Hoffmanni obzor qilib beraman, keyin boshqa brendlarda 12 kiloliklarni necha pul turishini aytaman, o'zingizlar baho berasizlar, nima uchun tanlashinglar. Birinchi navbatda 2025-yil modeli полностью sensorli ekran bilan 10 ta eng kerakli funksiyalarni avtomatlashtirib qo'yilgan va qo'shimchasiga hammasini o'zgartirishingiz bo'ladi. 10 ta funksiyani 50 tagacha olib chiqsangiz bo'ladi. Suv, parashok umuman tanlamaydi. Xohlasangiz gel, xohlasangiz parashok solsangiz bo'ladi. Ishlab turgan holatida bemalol pauza knopkasini bosib turib eshikni ochishingiz bo'ladi. Par bilan yuvuvchi yangi texnologiya, vapur texnologiyasi. Bakteriyalarni kirlardan yaxshi tortib oladigan microfiber catcher funksiyasi ham bor. Motorni inverter bo'lgan hisobiga 10 yil kafolat mavjud. Eshiklari qora tonirovkali bo'ladi, ichida kir ko'rinayotmasligi uchun. Barabarlari ham katta bo'ladi. Mana bunga ahamiyat berasizlar. Bu narsa kiyimlarni 6 xil aylanishiga olib keladi va kiyimlaringizni katushka qilmasligi uchun shunaqa mayda baraban bo'ladi. Qimirlamaydi, do'sh chiqmaydi. Eng zo'r funksiyalardan bittasi Sleep Wash. Bemalol kir mashinani ishlatib qo'yib, uxlayverasizlar, uyquingizga ham xalaqit bermaydi. Buni plus pojarniy xodlari bor, svet o'chib qo'ygan taqdirda ham bemalol suvni chiqarib olib, eshigini ochib olsangiz bo'ladi. Dizaynlariga alohida baho berasizlar. O'zi 12 kilo kir mashinalar ko'p emas ekan. Hisense brendida $590 turibdi. Samsung brendida $880 turibdi 12 kilolisi. LG brendida $1000 turibdi. Lekin LG da 8 kiloli 100% quritib beradigan versiyasi ham bor ekan. Endi o'zingiz ayting, siz qaysi birini xarid qilgan bo'lardingiz? $510, $590, $880 va $1000. Kommentariy yozib keting. Bunga alohida baho qo'yib ketasizlar.